Men telbaman. 5 kunlik dunyo serialining ikkinchi qismi 2025 yil 7 oktyabr kuni soat 19 da Milliy telekanalida namoyish etiladi. Dastlabki qism tomoshabinlarda katta taassurot qoldirgan bo'lsa, endi voqealar yanada chuqurlashadi. Asosiy qahramon hayotning 5 kunlik sinovida o'z yo'lini topishga urinadi. Muhabbat, og'riq va kechirim bir-biriga aralashgan murakkab tuyg'ular girdobida. Serial mualliflari falsafiy fikrlarni hayotiy dramatizm bilan uyg'unlashtirib, har bir sahnani inson ruhining oynasiga aylantirgan. Kamera qahramonlarning ichki kechinmalarini nozik aks ettirib, tomoshabinni o'z his-tuyg'ulari haqida o'ylashga majbur etadi. Aktyorlar ijrosi tabiiy, lekin yurakka kirib boradigan darajada kuchli. Men telbaman. 5 kunlik dunyo bu telbalik haqidagi oddiy hikoya emas, balki hayotning o'tkinchiligi va inson qalbining sirlarini ochuvchi asar.